Jabillar, men bugun parkur sivilizatsiya modini qildim. Bu modda men har xil parkur yerlarga tushaman va bu yerlarda o'z mahoratimni kuchaytiraman. Masalan, mana bu yerda paydo bo'ldingiz. Bu yerga esa qanday chiqasiz? Qarang. Siz baytdan shugacha sayr olmaysizlar. Shu sababli mana bitta paydo bo'lamiz va qaranglar. Parkurlar har xil bo'ladi. Sizlar bu parkurlarni o'zingizlar harakat qilib o'tishinglar kerak bo'ladi. Men bulardan ko'p o'tdim. Masalan, ayniqsa men bitta parkur, zo'r parkur bor, yana shu parkur yoqadi hozir. To'g'ri, hozir ashika boraman. Tezroq qayt dedim. O'tin mazza qilib o'tdim mashinasidan. Mana. Qaranglar. Mana vaziyat bo'lasizlar, qaranglar. Bu ana ko'rinmaydi. Qani, men bunday qilaman. Ana. Oya. Shu yerdan bo'lyapti. Mana vaziyat tushasizlar keyin. Endi esa o'zi ashitdan ham timonni bosib qo'ysa bo'laveradi. Va mana bu yerga bu ham yaxshi. Bular oson, qaranglar. Sizlar bu parkurlarni maza qilib o'ynab, yutib o'zingizlarni parkurlarni kuchaytirasizlar. Bu mod esa sizlar mod maps skin for Minecraft nomli ilovadan topasizlar bu modni. Men bu mod menga o'ta ham yoqdi. Masalan, qaranglar. Shu taxtlarga o'yya. Bo'lmadi. Shuni bunday o'tkazuvchi. Bu yoqqa. Ana. Ana, teleportatsiya qiladi sizlarga. Lekin menga aynan hech yoqmagani shunisi bo'ldi. Qaranglar, chiqishdi. Balki tushasizlar. Qanchalik balandlikdan sakrasam tirik qolaman. Bo'pti obunachilar, keyingi videolarda yuza ko'rinishguncha aytgancha kommentariyga yozib qoldiringlar. Keyingi videoda qanday mod bilan video olishimni iltimos, men uchun bu o'ta ham muhim. Chunki men o'ta ham sizlarni kommentariylarni o'qigim keladi. Masalan, qiziqda sizlar nima deb o'ylashinglar. Iltimos kommentariyga ko'p narsalar yozinglar. Zerikib qolmang. Meni tushungansizlar deb o'ylayman. Iltimos like bosib obuna bo'ling. Iltimos, men axir yangi yilgacha 100 ta o'qmoqchiman. Yangi yil. Qaranglar. Mana. Chiqib qoldinglar keyin. Men aniq parkurni bilmayman ekan obunachilar. Aniq qani baygacha qilaman va baygacha tushdim. Va mana buni o'tasiz. Hali bayga tushasizlar va yana shu narsani qaytarasizlar. Ana, shu ham menga yaxshi yoqdi. O'yishingni kerak. Bu qanaqa yer? G'alati
g'alati. To'g'ri obunachilar g'alati-da. Ya bo'ldi, shunday mana. Ana epik ekan bu. Bittansiga shunman. Qolganiga qanaqa? Bu. Ana. Adashib ketdim. Shunday qiladi. Yo'q. Mazada qaraydi. Endi bu spamda. Bu o'ta oson, qaranglar. Bu keyingi videolarga ko'rishguncha like bosib qo'ying. Goodbye.